Assalamualaikum. Qeyrindaşlar, yaxşımısınızlar? Yaxşı durdunlarmı? Bugün azraq paranlaşaylı. Yanala şu Türkiye'deki tilemçilik doğrusida. Ben Türkiye'deki tilemçilik doğrusida qayta sözledim. Türkler bana bazen videolarını, bazen ağamış yakından tatkan videolarını, balları bilen satılap, mamam sen saklandı dep durup şunda satlap durup böyle nimeni tilemçilik beriş jarayanda kichik balını ya da manguzganiki söylep mangamasa üstüdeki mallar bilen bop ketip balı mangamay qasaylik balını silkip qıgan ayallarının videolarını bana köplep ivetip koyganlarga yürüküm şunda ağrıdı lekin ballarının görünüşü oğalık için doğru çıkarmadım. Çünkü ballar narsiydiler. Hemen yaxşı kömeyme torga ballarını çıkarışını. Anadikim biz bir tilemci millet mi degendim o qayta dedim. Ben sizlerge iki misalını aytip berey. Birisi bu iki misalın hemmisi İstanbul'da yaşamaydı. Bir aile Türkiye'ye kelip başka bir şehirde yaşaydı. İstanbul'a kelip onunki başka bir şehir ketken Türkiye'nin başka şehirde. Aşağıda bir Uygur ailesiyle tanışıp, hoşnu holun bulup ütüp, erşkeylerinki ayalları tikimçilik bilen şugullanırken, çünkü aslında vatanda çağdılar asası varken to. Ula ballarının kimin tikiriken, anandınkin azraq şu uşaq düşek turmuşta işildiğin yastık kepi, o bu degendeklerini tikip, öyle kanda Perşembe baza degendek bazalarga apırıp satırıken. Turmuşu xili yaxşı ketip yetipdike. Hem de hazır qo'shnidachilikda bir ahvol yuz berdi. Ostimizdagi qo'shnimiz shu mashinaning ovozi bek ching chiqadi deb shikoyat qilgandi edi. Endi bek xijil ichida men shu nimani manga bir mashina olib bergan bo'lsangiz sal yaxshiroq mashindan deb sizga iltimos qilaman deb so'zlabdi manga. Anadaki tikkan narsalarni, u bularni ivatibdiki. Bununla bir 8 gün bo'ldi. Ana gerçek öy bilen görüştüm. Anadaki video ivatib bersizlar. Çünkü mesela tanımayma. Anadaki tikkan narsalarni ko'rib bakay. Zadi rasmı, yağanmı dedim. Anadaki gerçi gapinglarga ishonsammi, isbot bo'lish kerak. Bu pul mening emas, men cho'qim uni bunun havola qilishim kerak deb turib dedim. Degandikin ahvolni ko'rsatdi, bir video ishlab, do'kon teshig'i yayma shaklda narsalarni yeyib sotgan videoni ivatibdi. Ko'rdim. Do'kon oladiganga bizning iqtisodimiz yor bermaydi, ada shuning uchun yaymachilik qilamiz deb shundoq dedi. Degandikin ma'qul deb ularning masalasini hal qilib berdik. Bu jarayonda Gollandiyadagi Mehrigul singlim menimcha hozir ko'ryotidi naq maydonni. Familiyasini demay. Anadagi Mayra singlim, anadagi Germaniyada bir singlim bor. Ashu nechimiz birlashib turib bir aylarnikini hal qilib berdik. Anki yana 5 odam bir aylarnikini hal qilib berdik. Ondan keyin yana qolganlarniki shu. Chunki u 50 kishilik plandan eshib ketgan qismi bo'lganlik uchun. Aldığım günü tünögün bugün bulup yana 5 yığılıp qolgandi. Yığılıp qolganda şu Gollandiyadan bir aylan tünögün şunda tilep ketgandim. Uluq Allah muşlar bir ağzını açtı acaba bir nimesiz ümitsiz kaldırmagan bolsaq deb şundaq bir oylap ketgandim. Kimgimi deme bu biz işler tügen tursa deb qıp tursam osmondan tushgandeklar Gollandiyadan bir efendim ismini desem özünü sormadım. Shuning uchun desem qandaq bo'ldi bilmayman. Familiyasini demayli o'zinde Adil efendim shu mana shundaq Zumrat xonim shu ishga biz ovoz qo'shgan bo'lsak deb turib izladi.
Oy özden şunda dep ki, "Voy men sizden şunçalık hoş bolup ketdim" dep ketdim. Çünki muş uluk ay, uluk günlerde muşu kulunu muşundaq bir sungan, özününki halal mehnati bilen yaşavatgan muşundaq birleriga bir yordam qılanmaslık şunda ko'nglimni achchiq bo'lgan bir nimasini hal qildingiz deb ketdim. Anan keyin qarshi taraflarga deb tayyor qilib qo'ydim. Endi kartini o'ziga ulashtirib qilib qo'ysak o'zi paranglashsa, chunki dollar kirdigan, lira kirdigan, yevro kirdigan nimasi nomeri ayrim bo'ladi ekan, shu nimasini rasm tortib evatib ekan, anan keyin uni nima qilib qo'ydim endi, tayyorlab qo'ydim. Birozdan keyin evatib berma. Shunchalik xo'shib ketdim. Yana bir oylarni deb beray. Ular Türkiye'nin bägmi jiroq yerda, tuzuk Uyg'urmi yaşamaydigan yerda tumirchilik qildi ekan. Ayolimi shunday yaxshi ishlaydi ekan. O ayolmi 3 balını maktabga kirgizib bo'pti, boshlang'ichni. Andan keyin ishlaydi ekan. Uyda shu yostiq, andan keyin ko'pa, andan keyin mushu yamoqchilik u yer bu yerlar so'kilib ketgandan, ash yamoqni shunday yaxshi yamayman deydi. O rasmlargacha evatibdi ekan to'qzada chanmig'idek qilib har qancha eg'idan ketib qolgan ishlarni olsam shunda chiroyli yamab beralayman ko'nozmi deb qilgan to'yi yenimda bo'lgan bo'lsa shogird kirdim dedim. Ashundaq darajada yaxshi yashayotgan, tirishayotgan qarindoshlarimiz bor. Endi koni mashin bo'lgandan keyin ovozlari bek chiqqandan keyin qo'lim qo'shnilar shikoyat qildi deb turib mushunda qiyinchiliklarga uchirganlarnikigami daxil bo'ldik. Endi orqaga yenib turib ishlamaganlarni deb boqay. Yo'q, orliqda yana biz ovoz qo'shganlar bor, biz ishlab ketayli, yana ozroq bilim oshirsak, maningdan, aningdan deganlarga ustam tutib beradigan, u bu qildigan ishlarni o'rinlashtirdik. Eng qisqasi tamoq etishgacha, turk tamoqxonasida tamoq etishni o'rgangan bo'lsam, deganlargacha, turkning bo'rak deganlarni, shuning ustam tutgan bo'lsam deganlargacha o'rinlashtirib shu kirgizib bo'ldik. İstanbul'dan tüzük işleydiğen adam çıkmaydığını onu bildim. İş ornu var, lekin işligin olmaydı ekan. Çünkü o bana yazgan bir inkasını çıkarıp koydum bu kısıp otaslavamamdı dep. Çünkü ondasıga yazsak mı onundan yaxşı yaşayımız, düşükçe uxlayalayımız, tapıdığan da tapımız, teya kiladiğan ba, nimi kılala bizni işletip, nelerge taqaşdıq degan aşındaq bir set, acayip set gepler var. Allah'ım de qağanını şu Xudaga tapşırıp koydum. Endi turup deyli. Oylap yiqinglar, sep ret tizilip ketken eliq ayollar. Biz chiqamidik, turklar chiqiribdi deganni mayaq qarib qo'yib, Pakistanliklar chiqiribdi. Başqa bir yerliklar chiqiribdi. Çünkü aşlardan yığıp tilep ekegenler sizlerge taqatqandan keyin ular Xitoyga taqıtıdı da Pakistan'da turuşluq bir o'quvchi mana hada maningdan numus qilib ketdim deb turib bir muncha video evatibdi. Yani ko'lab kirib ketarsan-chu, ash ovozlaring chiqib qolganlar deb ketdim. Hey, numus deganni bilishmamsa, bu eliqi becirim emas adamning ishlavatgan ne videoları var. Putu yok, kolu yok. Zakat verelaydigan. Sen üçün numus emas var şerefsizler. Bollarını mı bir parkız bakanmaydı gelse? Eliqi piştlap ketken. Hey, yögenginin tazlıqımı ziyan yetdi nimi qılamda, tosalgı olamda. Halal işleşki mi tosalgı olamda? Numusni bilishmamsa qalsın ey. Uyg'urning gepi eg'ir keladi ekan. Pakistanlikni tuzuk yaratmaydiq vatanda chaqda. Ash Pakistanlikni chiqarib etibdi qalsın videolarini. Balalaring bilan. Apa köngentdim go, apa desasa mana deganlaring chiqibdi. Aşı ballarım keyin aşı ovozlaringni eslamasmi? Xeli cho'ng bolalar ekan.
Tilemchilikki sağganligingni eslemasma, yolg'on so'zlatganlaringni eslemasma, o'zingning shu qatorlarning ichida turib, ashuni oshko'zlar jayligini besib, harbiga besib, do'konma-do'kon eshikni urib turib, ash narsalarni sotganlaringni eslemasma. O şərəfma sən üçün aytqanda, Uyg'urning yuzini to'kiyotsan. Uyg'ur jamoatini tilam chiqib, salbiy obraz yaratgan aşı Türkiyədəki heyliq şirkətlər, dava markalik şirkətlərə qarab baqılın, nəzər səpiqanlar. Nələrdən kəlgən şu nərslər? Xoş. Əmdi heyliq nimini tillapsizlar? Vay Pələstinni axıbdı, kökübdü. Pələstinlik senin dadang bilan anangma? Dadang bilan anang vətəndə nima bo'latıdı? Uqmamsa, aşınыңı yan besip ketipsə Pələstin degan Xitayning yaqin do'sti. Yahudiydan ajab bir tilab yeydigan chaqda tillashmaydi ekansa, aşı qo'njunga kirib şu Yahudiyning cherkovdan bu yerdan yiqqan pul ajab mok yeydi ekansa, tillaydiganda oxirgan Pələstinning biqiniga kirib oldi ekansan. Bu hayo sezim degan narsa butunlay yo'qolgan bir millatga aylandiqmi? Uyingni jongshu qilish uchunmi? Yolg'onchilikdan. Abaytimmi birsi degandala menga birsi bir narsa evatib qo'yibdi. Palonchininki tor betida birsi uyini o'tkatdi, mandaq oldi deb chiqarib qo'yibdi. Tekshirib baqsam, mada uyini jongshu qilmoqchi, o'binini yaxshilamoqchi, o'zining shaxsiy setib olgan. Shaxsiy setib olgan uyingni jongshu qilish uchun, bezash uchun Uyg'ur jamoatidan pul yig'amsa, yolg'ondan Suriyanikini chiqarib o'ltiribmi, umi bir pul yig'ish Turkiyadagilar u. Buni men deb tutilib olgan, Turkiyadagi ballarmi yomon bo'lib ketdi. Anda-mundaq san pul solma. Birdam topdi, nadasan kartangni ba o'tib desil, birdamda tepib oldi. Talay ishlar bo'lib ketdi. Nima ish qilamiz? Bo'ldilarmi shu nafsaniyatchilik, saxtpazlik, pul, Uyg'urning davosimi pul, Uyg'ur jamoatining ichi pul, Uyg'ur məhəlləsi deb turib, Uyg'ur masjidi deb turib qilishsa, hamma nimaga pul. Vatan deganga hech nima yozmay, vatan deganga pul chiqmagan bilan, vatan deganga ovoz chiqmagan bilan, ashiliqi Uyg'urni o'ri turg'izishga pul chiqmagan bilan, heyliq tilab yotadiganlarga o'zing uchun o'zingning ko'nglingga tasalli topadigan o'xshaysa, ma bir odamga sadiqa berdem deb. Aşı sadiqa seninki butunlay beshingdagi balolarning hammasiga ega bo'lama, shu sadiqa bilan tugama. Uyg'urni tilam chiqig'ining sana savob bo'lib yozilmaydi hargiz. U dunyoga borsammi, qara oxiratdimi Allohga dema. Allohga dema. Men maning uchun qarshi turgandim, ulug' Alloh deb. İzzat atbiqinglar, bütün o'ngdisiga yozsanglar Uyg'ur jamoati baqalaydi ekan. Nalardan kelgan pul? Voye, yeliq sommasini, mani taqatdiq. Ma bir oyning ichida mani taqatdiq. An taqatdiq, mani taqatdiq. İstanbuldan boshqa, Qaysaridan boshqa yerdagilarning hammasi ishlab jamaqida. Ulug' Xudoyim, tova. Ajoyib tirishchan qizlar bor. Ajoyib tirishchan cho'ng adilar bor. İnilar bor. Tirishiyotgan. Cho'nglarda kichiklarning ballarga qarab berib turib, yig'ib turib, yoshlar ishlayotidi, balani baqqanning pulini to'lab, uyda tomog'ini etib, qandoq bir esil millatdiq, Xitoy sizlarga rat turg'izib turib pul taqtamdi. Dehqonchilikning ba'zida do'yingdan chiqqan birmilarni chiqarib qo'ysizlar. Uyg'ur mehnatkash yerga ishlaydi azaldan. Uni zulm degan qatorda chiqarib qo'ymanglar. Talaylarga dedim. Uyg'ur azaldan yerga ishlab kelgan millat. Azaldan mehnatkash millat. Men tövangim tushgan, xotangim tushgan, Oqsuqim tushgan, Kucha taraflarga, Qashqarlar, Yupurg'larga tushgan. Voy ishlaydi. Palon yoshga kirgan odamlar ishlaydi. Can baqatdi. 75'ida qattiq nonni g'ajab o'ltirib, yerga ishlaydi.
Ben 2001 yılı Xotenga bağlan vaqtimda apamның apısı hayat vaqtidi. Aşı vaqtida degandim telefon urib bir ko'rishganda, "Voy, ajoyib qiyinchilik bor, odamlar bor ekan bu yerda." Mush Orman quvvat talqini mush yerga ishlaydiganlar uchun cho'ng bir kashfiyot bo'pti. Hamda tushlari kelib, uyda tomoq etib yeb bo'lolmagan ekan, ash etizlik ishlar tugaguncha ashini shunda oziq qatorida ishlatib ketadi ekan. "Voy, nimdamde biz shukr qilayli jumu" deb turib shunda deb ketgandim do'stlarimga deb. Ba'zan bir yordam ehtiyojı va o'qishga yordam ehtiyojlar borlarga ozdir ko'pdir yordamdimi bo'lgandiq. Ajoyib qiyinchilik bo'lsa-mu, haliq tilamchilik qilib yurgani yo'q. Mushu xalqaroliq bir tilamchiga aylandinglar, ey. Numus his qilsanglarchu, ey. İzzat tasanglarchu, ey. Ay vatandagilarga qarab beqinglar. Yana nomus qilmay o'ltir do'yini chiqarishib qo'ydi ekansa, ashundoq yetib o'ngdisiga yetib sana bämis, sen tilimisan, sen bämisan, nim bo'pti deb ketibsa, bir neching shunda debsa, dopshoqlig'ing, qo'shonlig'ing hech nimaga to'g'ri kelmaydi, ey. Ajoyib tirishchan odamlar bor, ajoyib bir odamlar bor ekan sizlarda. İzzat tatmamsizlar, aş təşkilatlarının quluğa qarab qilishini halal haram deganim arma yeversen palanchi badi deb. O'ylab baqa. Uyghur o'rnidan turish kerak. Ay ayollar sizlar o'ylanglar, erlaringlar sizlarni yotqizib qo'yib o'ltirib o'zi ishlasiga nima dedim? O'zimi ishlamay, tang tilamchilik qilib o'ltirsanglar, uyat emasmi? Ey Pakistanlıklar cinede astığı yezipti o inkas kılıp. Numus kılmamsa? O ya degeni biliş gerek diye adam degen sual koyup yakınlar erlerinlağa işleyli. Nimiş ki bundak yatımız. Allah yolunda. Allah yolunda nimiş kıldın? Allah sana onlusuğu yat. Tilep yat diyen ma? Netçiden xotunu elip tilep yat diyen ma? 4-5 xotunu qanda baqqılı buludu. İş qanda kirimi yok işlemey durup. Eyliqi teşkilat marketing şirketni qurib olgandan keyin haqasini tilab kelgandan keyin mundagini qilib qolganini o'zi qashlaydi. Anadagi nimishqa qo'lingni tutib turib, ma pulni tutib turib rasmga tortadi. Ma pullaringni tutib turib nimishqa videoga oladi, qarab baxmamsa sababi nima? Xo'jayiniga tilab kelgan yerdagilarga hisobot o'tkazdi-da. Odam degan biroz munda bir hayvon nimichu, ishtnimi taqqisi biladi. Sana nima bo'lgani haqay? Voy Qur'oniga yetgan-ku sizlarning ay kichiklarni-ku sizlar o'zinglar ishtiryapsizlar tilamchilikka. Og'ish moyaga birini qistirib, moya yetlab, harvidikisi nima degan yerga tushirib heliqini o'lgidek besib narsalarni yotlab ketibdi haq chiroylaringlarni. Hammangnikini uya bu yernikidagi rasmga tushib qilib videoni ivatib turyotidi. Ey Xudoya tov qildim, men tov qildim, tovday. Haq bir kun o'ylab baq. Mush Turkiyada heliqi nima sayohatchilarni yetaklagan, Xitoylarni yetaklaganlarni tillab poska aytib yetalaysizlar. Xitoy bilan tijorat qilganlarni poska aytib tillay olaysizlar. Lekin Xitoy bilan da'vo qilganni hargiz g'ing-ping qilolmaysizlar. Xitoydan tilab kelib sizlarga taqitib atganni g'ing qilmay olsa. Dushmandan bir nimani tilab turib olganni, hey nomussizlar. Haqasın İslamga işinamsatga e'tiqod qilamsiz-da. O beshingga bir nima otib olganing bilan dedim-ku men, agar mushu beshingdagiga agar rostla e'tiqoding tufaydan e'tiqodingning nimasi bilan ashuni chekkan bo'lsang, buningga hurmat qilsa, hurmat qilib halol ishlaysa, hurmat qilib buningga mehnat bilan ishlaysa, haromni rad qilsa, chegara bo'ladi. Odam deganing prinsip bo'ladi.
Numus degeni bil. Men agar ballarining rasmi bo'lib qolmagan bo'lsa, ustiga chiqirib qo'ydim. Chiqirib qo'ydim. Palanchining 3-chi xotini, pakonchi namanchi deb tonib ketibdi qasingmay. Hayasız, numussuz, ochko'z. Düşmanından tilab akasimi ye. Dəqiqə ani kapır, mani kapır. Sen özən kapır. Aşladın tilab yavatqan sen kapır şu. Ani ma musulman tursa, mani yan basmamdıq. An dep tilab kes. Acab bir pulni alğan çağda anını yan basmay manını dep qıpsın ha? Özənin dərdini yetmemdə. Özəңni bir oylarını süpürüp edip, anadaki başkalarına oturup yan bassan, hakkı, hisdaşlık kısan, kızık nime buludu. Biraz olsun için adamın yüzü buludu. Yarışıdı. Hey, Xudayım toğu kıldım ha. Kondakrak bir adamlar dursla. Adam bek horun bop kesse, bütün nesini unuttuydu keço. Horunluk mu, bir parazit kurutluk mu? Bir künüp kaldı ki, bir muhitki künüp kaldı ki, aşınıda, mandak kısam can bekişinin ma yol eke. Xotelik 20 yıl yastam nim boptu, Uygur bakkan tursa meni, dep durup ismim bilen tang çıkırıp koyup diken tok, bana işlep berdiğandak. Vay xenem, elimi astınızdan bir yer uyulup kalmaptı. Uygur cemaati bayke hakkasını bakalaydiken, Qahның eridən tilab xəşliyələydikənsizlər, noçkənsizlər. Bək qol qoyuvatdim. Vay meni desiniz, bir ümit tilab yetin. Bolsa, aya his qilmasınız, ballarınızdan hemmisi keyin mening apam tilab baqqan. İşlab baxmagan tilab baqqan desin. Qarindoshlarım, bu sodanım üçün haq satadigan yer bolsa, mal bo'lsa, ananikin xaridorchiqlaydi. Siz o'ylab beqing, siz ash sharoitni hozirlab beqcha, o'rningizdan turib keting. Men har qandayning videosini olaman. Lekin taqatmayman. Videosini olaman. Qandaq mashinangiz qayergacha bo'lgan, qanchalik nacharmi, nim bo'ldi, qandaq. Mening yuzim yo'gakdi. Yo'gak bo'lsangizmi, men bir er kishiga sizga ko'rsatmayman. Men o'zimla ko'raman. İvetin. Görey, ahvalınızı görey dep durup sorayman. Onda özünün şəxsi üyü setivağa öyləri olsun canşıq demeyimiz. İmlaqçılarının bir üyünü görüp oturup yalğandımında video qıp koysa onunla pul vermənlər. Suriye'nin disi işyenmənlər. Ali Ekber degen baladaki jıqqan tuğu. Sizler beşinlardaki bala qazarını birəsiki pulunu mındaqlı qıp ivetresanlar, el buldu dep qamanlar. Vatanni unutup gidip bütün Türkiye'deki tilemçini bakmaysız, ornadan turğuzsuz. Okuyduğalarımı okuş bitirip oldu. Manganmaydıgan bolmadı ki okuğandaki işlisin, işleydigan yerler var. İş tapamısınız, beni izden. Ben sizge tep vermem işini. Xudu bu okuş fondi, okuş bir nimesi dep olturup tova Xudayım. Oyey, Xudayım, özüңni rast. Bizning bir dövlətimiz yo'q. Mundaq holatdagi bir millat bo'lgandikin turishni, o'ri turishni, o'ziga tayinishni o'rganmay o'tirib o'qiganlarim deb o'ttasa, mundaq qilib, o'qimaganlarim o'ttasa, anadagi bejirimlarim o'ttasa, oyey, voy jinim Uyg'urim, pul eting pulga. Dava pul, eting pul, hamma narsan pulga, jinim Uyg'ur. Xudaya to'g'ri qildim. Bizmi öylerimizni o'ngishsak, alıqı su yolları bozulsa, yoki junda yolları bozulsa, o'zimiz jo'ndaymiz uni. En qisqasi ba'zan narsalarni o'zimiz jo'ndaydigan bo'lib ketgan. Qimmat ma'lum ish haqida xalqning uylarini jo'ndab beradigan bo'lib ketsak, nima degan haqaymiz? Acayip ustop ketgan nuzgun şirketining yana birlarinikini men og'zimni ochmay deyman. Tadilab oltamaysan. Hamma yerga tilamchiliklarni u bular ivatib qo'ydi. Numus degani bilishsang, ma'rifninki, aning ma'ninki vaqo qara. Hayoni bilishey.
Şunçilik pulga amrak, xotin tunuşturuşga amrak bir bidik ekansilar, ey. Jat qilishni o'rganing, ay, tilamchilik qilsa Alloh rozi bo'lsin. Qani IBAN nomeri, qani mandaq deb oltamay. Sizlarning pulinglar bek oson tepildigan o'xshaydi. Hergiz seninki o'rinsiz yerga ishlatgan puling hergiz savob deb yozilmaydi. Unisi haqiqat, Qur'onni o'qib, hadisni o'qib. Qarindoshlarım, uyqumuz açaylı. Öğrü tursun. Milletimizni söysek, öğrü turguzuşqa yordam qilayli, has qo'shayli. Rahmat sizlarga.